Endi yomg'ir yoqqanda xuddi shunday suvlarni navesdagi olishlaring shart emas. Sizlar uchun ajoyib stilda suvlarimiz bor, ko'rishlaring mumkin. Buni materiali polniy sasna materialidan ishlatilgan. Buni Andijon viloyatiga o'rnatib berdik. Hop, buni razmeriga keladigan bo'lsak, razmeri 7 metrga 3 metr holatda tayyorlab berdik. Mehnatimizga bitta baho berasizlar. Ishlarimiz ma'qul kelsa bittadan like bosib, kommentariyada o'zlaring fikrlaringni bildirib o'tishlaring mumkin. Qo'ldan kelgancha obzor qilib tushuntirib beramiz. Hop, buni ustunlarimizning razmeri 12 ga 12 quruq sasnadan ishlatilgan. Qirg'oqlariga qosh qalam terib, ichlariga vasa terib berganmiz. Gullarimiz 3D apparatda o'yilgan. Ustunlarimizda qo'l o'ymalari bor. Pollarimiz polniy shpont pollardan ishlatilgan. Tepalari tunika bilan yopilgan. Tunikalarni har xil rangidan qilib beraveramiz. Mokridan bo'lgan bu. Buni patolog qismiga keladigan bo'lsak, patologi milliycha qilib tayyorlab berganmiz. Ko'rishlaring mumkin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Ishlaringizni sifatli qilib, chiroyli qilib bitirib beramiz. Orqalari quyoshda o'sish uchun reshotkalar bilan qilib qo'yilganmiz. Daklari ham chiroyli bo'lib, yaltirab turibdi.